yurtdoshlar, men G'ijduvon tuman Gulistonobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Qosimov Ilhom bo'laman. Mana hozirgi kunda bizning mahallada tomorqa yerlarini sug'orish bo'yicha ancha qiynalib yurgan edik. Hurmatli prezidentimizni islohotlari bilan Islom taraqqiyot banki hisobidan 150 metrlik latok qurilishi hozir davom etmoqda. Undan tashqari yana mahallamizda 530 dona simyog'ochlar, eski 60-yillarda qurilgan simyog'ochlar almashtirildi. 3 ta transformator almashtirildi. Hozirgi kunda yana 1 gektarlik joyimizga namuna sifatida issiqxona qurildi. U yerga hozir kartoshka ekilgan. Shu uchun prezidentimizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz.